Bize uyingizga keldik, villaga, to'g'rimi? Yangi villaga. Da. Keyin e'lonlarda shu ota-onam rozilik kelishdi, ko'rishdi. Yoqdi. Bu Jumeirah Golf Estate deydi. Bu asosan golfistlar yashaydi bu yerda. Endi o'sha siz so'rayotgan milliarderlar hammasi shu yerda. Qo'shnilar bormi, seryozni? Seryozni qo'shnilar bor, o'shalarga qarab biz keldik. Может, bizga ham nimasi tegib qolar. Yo'qadi, yo'qadi. Окружение bilaydi. Tushunishim bo'yicha Dubayda 3 ta rayon bor. Birinchisi shu Palm Jumeirah villalar bo'yicha chempion narxi bo'yicha, to'g'rimi? Keyin Bot Jumeirah Golf Estate. Uchinchisi Emirate Hills bor. Ha, Emirate Hills. Yo'q, Palmada 4 million dollarga ham olsa bo'ladi, 40 million dollarga ham. Joyiga qarab. Jumeirah Golfda ham masalan 5 millionga olsa bo'ladi, 15 ga olsa bo'ladi, 50 ga olsa bo'ladi. Bu nima desa bo'ladi? Bu o'zi territoriyaga qarab, o'sha uyda o'ziga qancha sarflagan deydi. Lekin bu rayon o'sha asosiy golfistlar hozir chempionat bo'ladi bizda 2 haftadan keyin. O'zingiz ham golf o'ynaysiz? Mana bizda hammasi hozir ko'rsataman. Biz bitta kechqurun faqat golf kartalarida boramiz. Qo'shnilar hammasi o'ziga tinch. Golfga qiziqqan. Golfga qiziqqan. Asosiy golfistlar hammasi. Necha kvadratli villa? 2 etajligini ko'ryapman. Yo'q, bu где-то 24 ming square feet bo'lsa, 3 qavat, shu podvali bilan. Где-то uy shu mingdan ortiq. Mingdan ortiq kvadrati. Necha sotka? O'zbek tilida gapirganda biz sotkalar qo'ydik. Sotka где-то bilmayman, 16 ming square feet bo'lsa, это где-то bo'ladi. Точно 10 sotka bor aka. 10 sotka bor, da. Super. Necha pul turadi taxminan shunaqa hovli bu yerda? Villa. Yani 1,15 million. 15 million dollar. Bu 45 million dirham deganda. Wow. Bu Dubay uchun qimmatmi yo'qmi? Yo'q, bu это средний статус. Это средний. Bu mana qo'shnim ham просто uni podvali yo'q, biz billa bitta proyekt bo'lgan, qurilgan. Bu средний statistik biznesmenlar uchun. 15 million dollarga remont bilan olganmisiz уже? Ha, уже tayyor. Ha, bo'ldi. Eng qizig'i 6 yil oldinmi, yo'q 7 yil oldinmi boshqa villangizda bo'lganmiz. U nima bo'ldi? Turibdi? Ha, turibdi. U 7 million dollarda o'shanda ham wow edi. Dubayda narxlar pastroq edi, oshib ketdi. Oshib ketdi, lekin bu uy nima desa bo'ladi? Baribir bu real estate, bu aktiv. Hozir uni berib yubordik, u ishlayapti, o'sha odamlar yashaydi. Menga bittasi qizdi 15 million dollarga dunyoda Italiyada ham, Monacoda ham villa olsangiz bo'ladi, по-моему, Amerikada ham, Gollivudda ham dahshat villa olsangiz bo'ladi-da. Bo'ladi, lekin biz bu yerda yashaganimiz uchun все под глазами. Shotda. Tushundim. Sizni ikkita mashinangiz turibdi bu yerda. Nimaga ikkita kalinin? Bitta emas. Bu o'z orqasidan раздельный сиденье, bu o'zidan shopir bilan bo'lsangiz 3 kishi. Yo'g'ida biz 5 kishi, 6 kishi bo'lamiz. Bitta joyga. Kompaniya bilan ketishga. Kompaniya bilan ketishga. Bu o'zingiz чисто рабочий, ko'rsa bo'ladimi? Ha, пожалуйста. Bu специально siz uchun qilinganmi, shuni zakaz qilgansiz? Bu Black Badge обычный Rolls-Royce. No, nima desa bo'ladi? Black Edition deydi. Oo. Ichkarida shu barlari bor, xolodilniklari bor. Sal ko'rsatamiz endi, bizning yoshlar ham ko'radi. Motivatsiya olishsa. Ikkita Rolls-Royce adashmasam 600 ming, 650 ming dollar turadi har bittasi. Qaysi birini zavod qilgan yaxshi buni? Qilib ko'rsa bo'ladimi? Bunimi? Yaxshi niyat qilib qo'yamiz, do'stlar, yuqsin deb. O'zi Ulug'bek aka oldida 6 yil kelganimda, vashi student edim. Mana borgan sari o'sibmiz, o'shaning uchun yuqsin ishlayapti. Tak. Qayerda bu zavod qilinadi? Tormoz, knopka. Ha, bu yerda. Bo'ldi. Bomba. Bu salon ermaymi? Da. Получается, да? Bomba. Asosan bilishim bo'yicha siz Gelik bilan Rolls-Royce'da yurasiz. Eng yoqtirgan mashinalar za rulim. Bu ikkita mashina. Bo'ldi. Tak, ketdi. Bu bolalar bilan yurishga, buniki. Da. Bir xil ikkosi. Просто ozgina nimasi bor. Kalit bolalarda ichkarida. Boladan. Do'stlar, Norbankdan